bir. Uyni ham yutqazdingiz boyvachcha. Xo'sh. Uyga qachon bo'shatib berasan? Bir haftacha sabr qilib turing. Oilamga borib tushuntirishim kerak. Uy topib oilamni ko'chirishim kerak. Senga 3 kun muhlat. 3 kunning ichida uyni bo'shatib berasan. Hozir bolalar sen bilan birga boradi-da, xotiningni bu yoqqa olib keladi. Xotining 3 kun bizning mehmonimiz bo'ladi. Axir xotinimni qimorga tikmadim-ku. Xotining bizda garov sifatida turadi. Sen xavotir olma, xotiningga hech kim tegmaydi. Biz shahvatimizni qondirmoqchi bo'lsak, buncha pulimiz bilan biz eng zo'r modellar bilan ham yota olamiz. Uy nomimizga o'tgandan keyin xotiningni qaytarib olib ketasan. Uyga vaqtida bizga o'tkazib bermaydigan bo'lsang, xotiningni maydalab, organlarini sotib bo'lsa ham biz o'zimiznikini chiqazib olamiz. Tushunarli bo'ldimi? Chiqib tasha. Nomusinglar bormi o'zi? Axir erkaksizlar-ku. Qimorbozda iymon bo'lmaydi-yu, nomus nima qiladi? Sen ham iymoningni sotib shu eshikdan bu yoqqa kirdingmi? Bu yoqni qonun qoidalari boshqacha. Tushundingmi? Sirbekdan. Bo'ldi. Qalay bo'ldi? Bitirdingmi ishlarni? Ha. Bir balo odamlarni topib kelasan deysan, bir lanch-latta odamlarni. Nimasi yomon? 100 mingdan ortiq pul ko'tarding-ku. Qimorni zavqini his qilmayapman men, tushunyapsanmi? Hayajoni yetmayapti qimor. Yutqizib turgan paytingda dirs etib yutib ketadigan joyi bor-ku. Ana o'sha kayf kerak menga. Pul qiziq emas. Bir munosib raqib yo'qmi? Yo'qmi shunaqasidan topsang-chi? Manga qara. Umrida qimorda yutqizmagan bitta do'da bor ekan. Lekin hozir o'ynamayotgan ekan. O'ynamasa o'ynatamiz. Sen nima qilursan? Sen o'sha do'dani top. Topaman.